Onadan bolaga yuqishi mumkin bo'lgan o'ta jiddiy kasalliklar. Bu videodan keyin ko'p onalar meni yomon ko'rib qolishi mumkin, lekin aytmasam bo'lmaydi. Birinchisi karies og'izdagi infeksiyalar. Onaning og'zida davolanmagan tish kasalliklari bo'lsa, u bola bilan kontakt, ya'ni o'pish, ovqatni og'izda chaynab berish orqali bolaga o'tishi mumkin. Oddiygina bolani soskasini ona og'ziga solib bersa ham bu kasallik yuqishi mumkin. Ikkinchisi parodontit, bu milk kasalliklari. Bu kasalliklar nafaqat tishlarga, yurak hamda buyrakka ham ta'sir qiladi. Chunki onadan bolaga mikroblar 10 sonlicha o'tadi. Uchinchidan qandli diabet, gepatit, o't kabi kasalliklar. Bu kasalliklar tug'ruq hamda emizish davrida ham xavf tug'dirishi mumkin. Buni oldini olish yo'llari bitta. Homiladorlikdan oldin albatta tishlarni davolatish shart. Shaxsiy gigiyenaga albatta qattiq rioya qilish kerak. Farzandi bilan bir xil qoshiq, stakan, tish cho'tkasidan foydalanmaslik zarur. Bu videoni kerakli insonlarga jo'natib qo'ying. O'zligisi bilib ishligisini qilishsin.